Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vodiyliklar, soybo'yliklar, yozavonliklar, qolaversa mana Ulug'nor tumani tomoni bu yo'l, Namangan tomoni, mana tomonimiz Marg'ilondan kelish. Xizmatlarimizni sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, biz sizlarga yaqinda aytib o'tgan edim, Xudo xolasa shu hunar yo'nalishi bo'yicha, tadbirkorligim bo'yicha yangilik qilaman deb o'tgan edim orada. Eshitgan bo'lsalar ham, hurmatli obunachilar, mana Xudo xolasa yangiliklarni qilishni boshladi. Xudo xolasa mana bugundan boshladi yangilikni. Mana Xudo xolasa mana gazlarning ustiga, pechlarning ustiga, qolaversa mana tandirlarning ustiga zontilarimiz, dimoxod, litichkalar deyiladi. Mana shunga aksiya e'lon qildim bugun Xudo xolasa. Adresimizga keladigan bo'lsa mana Tunikafon 571. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Shoybo'yi City kanalidan qidirasiz. Shoybo'yidagi Tunikafon 571 kanaldan bizni topaverasiz. Telefon raqamlarimizni eslatib o'tamiz. 90 kodi bilan 290 79 69. Bizda xizmatlarga keladigan bo'lsa, tunika siliplar, bo'lsa har xil turdagi Tunikafon mahsulotlari, tunika shifrlar. Adresimiz mana bu Tunikafon 571. Bag'i Ulug'norga ketish, bag'i Marg'ilonga ketish. Endi sizlarga mana aksiyani e'lon qilib o'taman Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, faqat bu aksiya mana bizning Shoybo'yi City kanalimizga YouTube, Telegram, Instagram tarmog'idagi obunachilarimizga bu aksiyani mana Xudo xolasa boshladik. 100-chi odamga, bizdan xarid qilgan 100-chi odamga bitta birga bir zontigimizni shunda qadarga qilaman Xudo xolasa. Inshaalloh nasib bo'lsa duo qilib, bizga like bosib, podpiska bo'lib, obuna bo'lishni unutmanglar. Mana undan keladigan bo'lsa, mana shu narxlarda hozir narxlarini tushirib qo'ydik. Mana o'zi 90 ga 90 zontigimiz 400 lik turbasi bilan pastroq naveslarga aytiladi. Mashina o'zi 450 ming so'm narxda edi. Endi obunachilarimizga like bosib, bizga a'zo bo'lib qo'ygan bo'ladigan bo'lsa, 350 ming so'mga chiqadi mana narxi, aksiya narxi. Mana unga keladigan bo'lsak, birga bir 300 lik turbasi bilan, 115 turbasi bilan buni ham aksiya narxda chiqaramiz. Xudo xolasa, bunisini 550 ming narx aytib, 500 ming sotyapti. 450 ming qilib beramiz. Mana bundan boshqa aksiya bo'lmaydi bunaqasi. Surishtirishlar mumkin narxlar. Mana bunisi 120 ga 120, 115 turbasi bilan. Bu mashina zontilarimiz nima, tandirlar uchun bular Xudo xolasa. Bunisini 600 ming narx aytib 550 sotyapti. Ya'ni bor baraka. 500 mingga berib yuboramiz mana mashinasini. 120 ga 120. Endi mana birinchi aksiya ishtirokchimiz Xudo xolasa aniq bo'ldi. Hozir